chiqarish olmadim. Srochniy bo'lib qoldi, короче. Yomon jinni qotida oxiri ushlab oldim. Vah. O'zbekiston tushishini qara. Gap yo'q. Nima ovqat endi aka bu? Nima go'sht? Go'sht. Go'sht o'zi. Faqat go'sht. Shunaqa bizda. Chef Power, Sam, Zafar akamlar. Qo'llari juda shirinlashishi zo'r. Mana Zafar akam ham firmenniy охотничий ovqatlari, ya'ni tushonka bo'lib ketibdi go'shtlar bor. 5 baho. 5. Ko'ringlar, yoqimli ishtaha boringlar bo'ldi. To'yamiz. Achchiq qilamiz-ku. Achchiq yemaymiz. Yemaymiz. Pishillab yo'q o'tdim. Dahshat bu. Video yozsan. Yaxshi yoqdimi? Izzat nima deyapti? Zo'r. Mana ekan, shishenya bilan yedim. 1,5 yil kutdim. Zafar aka. Hunarlaring bor ekan. Kaptit qilinganga o'xshaydi Mahmudlar mana qarang. Nimaga bilasanmi? Pasolida pishdi. Pasolida anaqada men saksovulda pishirdim. Qirsillayapti. Kalla pishdi-mi? Ishimazda bor. Ha, bir 10 tadan bor, 15-20 ta tushib qo'ydim. A few moments later. Ana ribokamiz ham tugadi. Xudo xolisi yo'lga chiqdik. Lekin eng qizig'i bor, eng qizig'i.
orqada mana shunaqa ketyotgandim-da. Mana shu akam, rahmat, rozi bo'linglar. Yo'lda Oybekni ko'rib qoldim, menga qara. Oybekni ko'rib qoldim. Tit qilib meni olib ketyapti. Rahmat akam. Olib ketmayapti, o'zim sakrab oldim. Mashinasini balonlar bilan sasib ketaman hozir. Rahmat, izzat, zamalga rozi bo'ling. Yaxshi e'tiborlaring. Rahmat. Sizlarga ham oq yo'l, ad-dushi brat mana. Lekin qarmoqlarni olib ketgani boraman. Izzat, Ungacha bitirib, borib ha, noyabrda yana chiqamiz.